Bir sutkada tayyor bo'lgan yeganiz sari yegiz keladigan tuzlangan pomidorlarni retsepti bilan bo'lishaman. Videoni albatta oxirigacha ko'ring, mazasiga qizilab, buni gap bo'lishi mumkin emas. 1 kilochi pomidorni olib, shunaqangi ustidan pichoqda kresik qilib kesib oldim. Ustidan qaynab turgan qaynoq suvni solib, ozgina vaqtga olib qo'yamiz. Endi eng muhim joyi 1 litrli iliq suvga rasol tayyorlaymiz. 2 osh qoshiqda shakar, 2 osh qoshiqda tuz va 70% uksusdan 1 choy qoshiqcha solib, yaxshilab aralashtiramiz. Bu orada pomidorlarimizni ham po'sti bemalol shilinadigan bo'ldi. Suvni to'kib olgandan keyin shunaqa po'stlarni shilvasak bo'ladi. Archilgan pomidorlarimizni ustidan ukrop bir bog' va 2-3 ta chesnok maydalangan va butundan solib, tayyorlab olgan rasolimizni quyamiz ustidan va yaxshilab ichiga pomidorlarimizni botirib 1 sutkaga olib qo'yamiz. To'g'risi 1 sutkada tayyor bo'ladigan pomidorlarni birinchi marta tayyorlashim shunaqa ham mazali bo'ldi. Uy sharoitida tuzlangan pomidorlar juda ham mazali bo'lar ekan. Video uchun like bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'ying.